Dunyoda o'zbekdek sodda xalq bo'lmasa kerak. Ya'ni 20 ming so'm yoziga butun o'zini shaxsiga doir ma'lumotlarni sotib yuboradigan xalq. Hozir bir kishi savol yuboryapti. Muzaffar aka, kecha Open budjetga 20 ming so'm yoziga ovoz bergandim. Kartamda 15 milliondan ziyod pul bor edi. Ertalab qarasam kartam 00 bo'y yozibdi. Kartamdan pulimni yechib olib qo'yibdi deb. Hurmatli fuqaro, ozgina kallangiz siz shu Open budjetga ovoz beribsiz, mayli, bermang demayman. Beribsiz. Sizga SMS kod keladi. O'sha SMS kod Open budjet degan profildan keladi. Ozgina miyani ishlasangiz shu narsa aqlingiz yetadi. Open budjet degan profildan SMS kelyaptimi? Demak, bu firibgar. Sizni kartangizda pulni o'g'irlamoqchi yoki nomingizga kredit rasmiylashtirmoqchi. Hurmatli fuqaro, sizning telefon raqamingiz qonun bo'yicha shaxsingizga doir ma'lumot hisoblanadi. Sizning telefon raqamingiz orqali sizga doir, sizning shaxsingizga doir barcha ma'lumotlarni chiqarib olsa bo'ladi. Buni iloji bor. Oddiy Google chiqarib beradi. Nomeringizni yozib, agar izlayman desa, yo'lni biladigan odam bo'lsa, shaxsan men bilaman, telefon raqamingiz orqali butun shaxsingizga doir ma'lumotlarni chiqarib olishdi. Open budjetga ovoz bermang. Shu ko'cha asfalt bo'lmay qolib ketsin, loy holatda, tosh holatda qolib ketsin. Nima qilasiz? Open budjetga 20 ming so'mga aldanib, 15 million minusga kirishdi. Bu bir. Ikkinchidan, nomingizga kredit rasmiylashtirib oladi. Hozir firibgarlar shunaqangi kuchli bo'lib ketgan. Sizni nomeringiz orqali shunday shaxsiy doir ma'lumotlarni chiqarib, nomingizga kredit rasmiylashtirib oladi. Face IDingiz ham kerak emas. Nomeringiz orqali pasportingizdagi rasmingizni topib, o'sha orqali Face IDdan ham o'tkazib yuboradi. Hurmatli fuqaro, juda ham ehtiyot bo'ling. Hozir firibgarlar o'ta kuchayib ketgan. Agar sizda shunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, tezlik bilan ichki ishlarga shikoyat qilishni tavsiya qilaman. Videoni hamma yaqinlaringizga yuborib, ogohlantirib qo'ying.